Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisiz qizlar? Qizlar, yangi narsalarım kelgan, judayam zo'r yangiliklarım kelgan. Hozir hammasini obzor qilib beraman. Narxlari bilan aytib o'tishga harakat qilaman. Xo'sh, pokorobkadan boshlaymiz qizlar. Sevgan narsalar kelgandi. Yaqinda skidga qo'yganim ko'p narsa tugab qoldi. Sevgan tugaganda endi nalichiga yana keldi. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Toner 170 mingdan. Nimasi ampulasi, ya'ni serumu 180 mingdan. Keyin kremi ham 180 ming so'mdan qizlar. Bemalol Telegramdan yozsanglar bo'ladi, nalichida bor. Keyin nima ham keldi qizlar aytgancha. Veldermadan ampula keldi. O'zini mana rolleri bilan birga ampulasi 50 mg kollagenli lifting ampulasi. Bu rollerini faqat bu bilan emas, hamma krem, boshqa krem serumlar bilan ham har doim ishlatib turasiz. Juda ham og'ir, sifati zo'r, yuzinglarni lifting qilib beradi ham. Nima qiladi? Yuzinglarni avvaldan to'g'rashga ham, chiroyli qilib berishga ham yordam beradi. Hozir ichini ochib ko'rsataman. Buni keyin ochib ko'rsataman. Bu bittasi ochilganda. Hozir mana shu ochib ko'rsataman. Mana qizlar. Nimasi roller shunaqa og'ir. Buni mana massaj qilib ishlatasizlar ham. Ishlatayotgan kremlarni, serumlarni ta'sirini 2 barobar kuchaytirib beradi. O'zining kitobchasi chiqadi ichidan. Shunaqa ampulasi va rolleri birgalikda. Nalichida bor. Bu narxi 250 ming so'm qizlar. Bu ham zo'r narxda turibdi. Xo'sh, keyin retinollik nimadan keldi? Medibi brendidan 3 talik. Bu ham yangilik. Retinollik. Mana qizlar. Bu ham yangilik. 3 talik bo'ladi. Uchalasini ham grammi bir xil, lekin bittasini uchida nasotkasi bor. Ya'ni nasotkasi oddiy emas, buni vibratsiyali qizlar. Hozir ochib ham nima qilaman. Mana bu yerida o'chirib yoqasizlar, vibratsiya bilan massaj qilib kremni surasizlar qizlar. Bundan ham nalichida bor, narxi atigi 200 ming so'm qizlar. Shu uchalasi ham gram bir xil. Prosta nasotkasini bu tugagandan keyin bunga qo'yib, shunaqa ishlasanglar bo'ladi har doim. Bundan ham nalichida bor. Telegramdan yozsanglar bo'ladi. Keyin sevgan narsalarni aytdim. Keyin aytgancha qizlar, Lineage'dan shunaqa mini vitamin C'lik kremlarimiz keldi. Buni srogi kamroq qo'ygan uchun zo'r narxda keldi. O'zim buni xuddi shuni 85 mingdan sotganman. Hozir esa atiga 35 ming so'mdan qizlar. Srogi sal kamroq qo'ygan, lekin o'zi bu mini bo'lgani uchun bir oy ichida ishlatib tugatib tashlaysizlar buni olsanglar. Lekin zo'r krem, buni bilgan biladi bu brend narsalarni. Har doim faqat minisi keladi. Mini nabori, mini kremlari, mini tonerlari keladi, chunki kattalari narxi juda ham qimmat. O'shaning uchun ham faqat minisidan sotiladi buni ko'pchilik faqat shu minisidan oladi. Bu brendning tonerlari ham bor. Uni ham minisidan 50 mg tonerlardan bor. Endi shunaqa dog'lar uchun zo'r kremlardan ham keldi. Nalichida bemalol istaylar bo'ladi, nalichida bor. Xullas, keyin nima bor? Veldermadan ko'p narsasi keldi Veldermani. Mana penkasini oldin 150 mingdan sotgan bo'lsam, hozir skidkada keldi 140 mingdan qizlar. O'ylaylar, zo'r penka. Hozir o'zim ishlatyapman shu penkani. Haqiqatan yaxshi, zo'r penka, kollagenli. Keyin mana bu kremdan ham tugaganda yana keldi. Buni mana shu turishi 210 ming so'm, 50 mg kremi, yonida yana 20 mg kremi bor, o'sha 100 mg 210 ming so'mdan. Bu ham zo'r narxda. Namlantiradi, zo'r yuzlarni tinchlantirib beradi. Keyin qaranglar, bunaqa keyin qizlar Skin 1004 brendidan, ya'ni Centelladan niasinamidlik serum keldi. Tarkibida 10% niasinamidi bor, askorbic kislotasi bor, tinamid kislotasi bor, Centellasi bor. Dog'larga juda ham yaxshi, ham ta'sir yuzlarga ham yaxshi tushadi qizlar. Dog'larni o'chirishga kuchli serumlardan bu ham yangilik. Nalichida bor, narxi 180 mingdan qo'ydim adashmasam gruppasiga. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Keyin dog'larga yana bunaqa serumlardan kelganda qizlar, Keyin Anvani vitamin C'lik serumdan ham kelgan dog'larga qizlar. Bu ham juda ham sifatli, kuchli serumlardan. Dog'larga yaxshi yordam beradi. Narxi zo'r chiqdi. 150 ming so'mdan. Faqat shu safar bunaqa narxda emas-da, bu serumlar narxi 200 mingdan oshib turadi. Keyin bunaqasidan ham kelgan hozir. Mana bunaqasidan ham kelgan qizlar. Korobkalari nima qo'ygan ozgina. Lekin bu ham vitamin C'lik, ham vitamin E'lik qizlar, ham yuzlarni dog'larga ochartirishga yordam beradi, ham namlantiradi, yuzni quritib tashlamaydi, chunki tarkibida vitamin E'si bor. Bu ham 150 ming so'mdan. Bunaqa narxda yo'q boshqa qizlar. Avvalinglar zo'r serumlar dog'lar uchun. Keyin nima bor? Red Blemish kremi yana keldi qizlar. 175 ming so'mdan, Doktorchidan 70 mg. Keyin Anvani toneridan keldi, peach toneridan. Buni serumdan ham kelgan, hozir chiqadi, ko'rsataman. Keyin Silmax boosterlaridan ham keldi. Keyin 147, 345 kremlaridan, 147 kremlardan keldi. Narxi 180 ming so'mdan qizlar. Keyin Selevini aytdim.
Lenishni aytdim. Keyin Centellani benkasidan ham keldi 120 ming so'mdan narxi. Bu tonalimizdan keldi qizlar. Amma tonalisi 1321 nomeridan oq sal bug'doy maxs qizlar uchun juda ham zo'r tonali. Bundan ham narichida bor. Narxi 90 ming so'm. Medipilni mana bunaqa ko'z kremlardan keldi. Puderenlik zo'r ko'z kremlar. Keyin Anvon 2 xil serumidan keldi qaranglar. Mana peach niasinamidlik, keyin niasinamid va tiranoksimid kislotaligidan keldi. Ikkalasi ham 210 ming so'mdan narxi. Keyin bundan nima bor bu korobkada? Keyin qizlar qaranglar. Nima Veldermadan puderenlik tonerlarimizdan ham keldi. Narxi 170 ming so'mdan. Buni ham zo'r toner qizlar. Olinglar, zo'r narxda kelgan Velderman narxlari bu safar. Keyin buni qaranglar, Veldermani 2 xil SPF dan kelgan. Hozir olib ko'rsataman. Yashilidan va oranjevidan kelgan. Mana bu oranjevisi nima qiladi? Ton beradi ozroq, yashili ton bermaydi. Hatto ta'sirchan yuzaga ham zo'r tushadi. Mana oranjevi ham ta'sirchan yuzaga tishlantirish xususiyati ham bor. Ikkalasidan ichida bor. Narxi 150 ming so'mdan. Qizlar zo'r narxda keldi Velderman narxlar. Keyin nimalarim bor? Keyin qizlar nima ham keldi? Zerodan gidrafilni balzam ham tugagandi, yana keldi 175 ming so'mga olsanglar bo'ladi. Keyin Dr. Kupudan SPF ham yana keldi. Mana so'raganlar uchun narxi 170 mingdan. Bu ham yaxshi narxda keldi. 250 ming so'mdan sotiladigan SPFlar qizlar. Xullas bundagi narsalarim tugadi. Hozir o'tamiz. Keyin soch kraskalarimizdan ham keldi qizlar. Xina tabiiy, vegan, umuman allergiya bermaydi, bosh terisini qichitmaydi, mana yozib qo'ygansiz. Ta'sirchan terilar uchun ham deb. Xullas, bundan ham narichida bor, lekin buni hali narxini chiqarmadim. Zakaz bersanglar bo'ladi, Telegram gruppaga yozib. BB Lab kollagenimizdan bor, Lactafit, Slim kollagenlarimizdan, Xrom kollagenlarimizdan, keyin shampunlarimizdan keldi, Finodan 130 mingga, keyin soch to'kilishiga Black Girl'lik shampunlaridan keldi 135 mingga, Losyonlardan bor, Gemmaroymazdan ham bor, qizlar. Nima keldi? Selmaxdan Nono krem, quruq yuzlar uchun barrierni tiklovchi, barrierni mustahkamlab beruvchi, yuzni qayta tiklovchi kremlardan keldi. Zo'r krem. Bu ham yaxshi narxda keldi. 120 ming shunaqa narxda. Keyin Lala Reseptdan serum kremi tugaganda yana keldi. Kremidan ham bor. Bez korobka video shosning SPFlaridan keldi. Qizlar bu yerda nimalar ham bor? Korobkaligi ham bor. Mana korobkaligini 2 xildan ham bor. Video shosning SPFini keyin budjetli SPFlarimizdan ham bor. Nimasidan qaranglar. Pretty Skindan bor, har xilidan bor. Buni ham yashili, ro'ziga. Keyin CC kremlarimiz Ronasdan ham keldi 100 mingga. Aksisli SPFlaridan ham bor qizlarning ichida. Puderenlik CC kremlarimizdan ham bor 130 mingdan. Keyin Secret SPFlaridan ham bor. Buning narxi 60 mingdan qizlar budjetli, lekin yaxshi SPFlardan gram ham kichik emas, 70 milligramlik. Keyin intim oqartiruvchi kremlarimizdan bor 100 mingga. Ricocel SPFlaridan bor 100 ming. BB krem bor Mishadan 90 ming. Keyin Dr. Circle'dan Kikalik Gelvi kremimizdan ham bor, narxi 100 ming bu. Merikit vitamin C kremi 150 ming. Keyin qizlar nimalardan bor? Vitanol kremidan ham vitaminlik, ham niasinamidlik, nimalik? Oqartiruvchi krem donlarga, xamachilarga ham yaxshi yordam beradi, chunki tarkibida peptidlari ham bor. Bundan ham bor, narxi 160 mingdan buni ham. Keyin nima ham keldi qizlar Medipilda? Peptitox kremidan ham bor 150 ming so'mdan. Shibata kremining 2 xildan ham bor, mana yashildan ham, ko'kidan ham bor. Narxi 75 ming so'mdan. Medipilna tonerlaridan bor, ajinlar uchun. Mana Numbuzning serumidan bor, Skinlab serumlaridan bor. Bu nimalik? Tarkibida retinol va bakuchioli bor. Merikit serumidan, Dalbani kattasidan ham bor. Dalban kattasi 195 ming so'mdan. Buni kichik Dalban kichkinasini olishadi, keyin sirazi kattasini zakaz berishadi. Zo'r narsa ekan deb. Zo'r haqiqatdan Dalba hammaga yoqadi. Tish pastalaridan bor 30 mingga qizlar. Bunda shu narsalarim hozircha ko'p. Tagida ham narsalar bor lekin. Mana 75 mingdan xeronaborlari ham bor qizlar. Keyin bunda qurtorlarimizdan bor qizlar. Dr. Gina penkasidan bor, tinchlantiruvchi, Roundlab gidrafilli maslasi, Lagom gidrafilli maslasi 150 ming so'mdan, Selmaxniki bor 130 ming so'mdan, Dr. G peelingellari bor 150 ming so'mdan, Anva enzim pudrasi bor 195 ming so'mdan. Keyin Axisni penkasidan va Anva penkasidan bor. Keyin nima Selmaxni baxa kislotalik nimasidan ham bor. Chuqur tozalovchi penkasidan ham bor. Lala Resep penkalaridan bor, Pedo Misha penkalaridan 2 xildan ham, rozvidan ham, yashildan rozvidan ham bor. Dr. Gina mana boshqacha xilidan ham bor nalichda. Hozircha nalichidagalarim shular, hammasini narxlar bilan aytib o'tishga harakat qildim. Agar yana boshqa savollaringiz, zakazlaringiz bo'lsa, bemalol Telegramda yozsanglar bo'ladi qizlar. Telegram gruppam silkasini shu video ostida yozib qoldiraman.